Akalar, kelajakda bu mollarni dokumenti bo'ladi desa birov ishonmaganda. Eng qizig'i mana bu bo'zi edi, metrkasi ham bor ekanda. Sizlarga ko'rsatadigan joyim bu metrka, bularni dokumenti emas. Sizlarga ko'rsatayotganim 806 desetkalik chekdi dokumentini ko'rsatyapman. Akalar, mahallani ichida, cheki sentrida bo'lib qolyapti. Akalar bir maza qilib, to'rt burchak tekis joylarda eski mahallalar ichida yashagim kelyapti. Uka, mol qo'ylarni baqib deganlarga 806 desetkalik mana shu chekimiz sizlarga sotuvga chiqaryapmiz. Xohlaganlar mana shu chekni splashni bitta olinglar, xohlaganlar uka necha pulimiz yetmayapti deganlar teng yarmini shunday bo'lib turib teng yarmini olinglar. Akalar, xohlasanglar tepa tarafini, xohlasanglar past tarafini. Uka, bu qayerda ekan endi to'liqroq ma'lumot ber deganlarga bu joyimiz akalar 7-brigada bo'lib qolyapti. Chekyapti haligi Aravon tarafdan kelib turib, nimaga kiramiz? Arkadan kirganimizda traktor garajiga yetmasdan chap qo'lga kirgan ko'chamiz bor. Ana shu ko'chada pashti birinchi cheklardan bo'lib qolyapti. Bu chekimizni litsovoy tarafini qarang endi. Litsovoy tarafi 36 metr bo'lib qolyapti. Mana bunaqasi ichkariga qarab 24 metr bo'lib qolyapti. Akalar, ana shunda bemalol bunday aytganda kelajakda 3 ta 4 ta o'g'lingizni joylab olsangiz ham bo'ladigan holatda. Sababi hali 1 sotiklik uylarimizni ko'rdingiz-da, 1 sotikka ham moshniy qilib uylar solinyapti. Akalar, endi suv svetlariga keladigan bo'lsak, suvimiz hozir mashina o'tib ketdi-yu, mashinalarimiz orqasida katta ariq o'tgan. Xohlasangiz ariqdan toshib kelib suv ham iching. Xohlasangiz bu yerda grantlar kelgan, svetlar kelgan, Wi-Fi deysizmi, kommunikatsiya hamma yo'q bor akalar. Asfalt yo'lni bo'yida bolalaringiz maktab, bog'chalarga haligi loy kechib yurmaydi. Aspalda maza qilib maktablariga borib kelib o'qishaveradi. FAP deysizmi, xullas hamma yo'q bor. Chekyapot sentrda bo'lib qolyapti. Haligi arkadan sentrdan gideta bir 400-500 metr kirasiz xolos. Bu chekimizni puliga keladigan bo'lsak, pulini 6,5 million so'm qo'yyapmiz. 6,5 million so'm kami bor. Egalari nomerlarini ekranda qoldiryapman. Egalariga telefon qilib, kam ko'zlarini gaplashsak ham bo'laveradi. Xohlaganlar splashnoy bitta oila, xohlaganlar uka pulimizni ozroq edi deganlar, xohlaganlar bir teng yarmini bo'lib olsanglar ham bo'ladi. Akalar, like bilan podpiska, поддержка esinglardan chiqmasin. Rahmat.